Do'stim, reklamani tekin qilib qo'yganman. Navbatdagi mijozimiz mana foydalanyaptilar. Toshkent shahridan uch sotuv yer so'raganlar uchun jo'natib qo'yasizlar. Toshkent shahri Yunusobod Katta Hasanboyga kelganman. Fayzli mahallada, qo'ni-qo'shnilar ahil bo'lgan joyda kommunikatsiyalar yetib kelgan, gaz, suv, svet, kanalizatsiya muammosiz bo'lgan joydan uch sotuv yer hisobida uyimiz sotilayotgan ekan. Egalaridan pastda egasining nomerini qoldiraman. Sizga ham reklama xizmati kerak bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, tepadagi nomerlarga aloqaga chiqsangiz, shaxsan o'zim borib tekinga siz yuzini reklama qilib, sotilishiga harakat qilib yordam beramiz. Uyni bitta obzor qilib beraman, mahallani bitta ko'rsatamiz. Fayzli kiraverishimiz mana uyimizga naveslar qilib qo'yilgan. Batafsil ichkarida tushuntirib o'taman. Yuring, narxini ham aytib o'taman. Yo'ligimiz temir darvoza qo'yib qo'yilgan. Bu yer hisobida e'tibor beringlar. Kiraverishingizda o'ng qo'lingizda kladovka, bitta xonasi bor. Xonalarini bitta o'zim kirib chiqmadim, birgalikda ko'ramiz. Ma'murimiz qo'li bo'ladi. Bu uyimizda dokumenti o'zi taxminan 6 sotuv bo'lishi kerak. Uy egasidan o'zlari yo'q ekanlar, olib ketib urkam deganlariga 6 sotuv bo'lsa, 3 sotuvgina dokument qilib berib sotaman deyaptilar. Bu yog'imizda mana zinamiz bor ekan. Yuring, tashqi ko'rsatib beramiz tepadan. Bu joyimiz ikkinchi etaj paltara hisoblangan ekan. Yer hisobida deb aytib o'tdim. Mana bu yerda xonalari ham bor ekan. Xonasini bitta ko'rsatib beraman. Keling. Bu yoqda katta zalimiz bor ekan. Ko'rindimi? Katta zal ekan. Mana bu yog'imizda balkon, ayvon sifatida foydalansangiz bo'ladi. Bu yog'imizdagi zalga kiraverish bor ekan, lekin sotiladigan joyimiz 10 metrga 30 metr sotilar ekan. 3 sotuv joyga pul berasizlar. Qatdan tushadi, taxminan shu yarmidan tushadi. Kimdirga yashab turib keyin qurib olaman deydiganlar uchun yaxshi variant. Yo'q, yer o'zi kerak deydiganlar uchun biz tashab boshqatdan qurishga zo'r variant ekan. Narxini sotugiga $35,000 so'rayaptilar. Bu joyimiz Katta Hasanboyda. Hasanboy degan joy bor, Katta Hasanboy degan joyimiz bor. Ajratib qo'yinglar. Betonkadan kelganingizda o'ng qo'lingizda bo'ladi. Toshkent shahri Yunusobod tumaniga tegishli bo'lgan joy. Sotugini $35,000 dan so'rayaptilar. Yana kelishtirib berar ekanlar. Egalari aytaveradi. Pul bilan kelib, savdolashsanglar, balkim yarim narxiga berib yuborishi mumkin. Pastda egasining nomerini qoldiraman. Keyin bitta fikr kelib qoldi. Har doim bizi orqalimi yo kimdir orqali uy olmoqchi bo'lsangiz, hujjatini tekshirib, notariusga borganda notarius ichida pul sanaylar. Notarius tashqarisida ham pul berib, tag'in aldanib qolmaylar. Pastda egasining nomeri, reklama xizmati kerak bo'lsa, tepada nomer qoldiraman. Kanalimizga obuna bo'lib, arzonmi, qimmatmi izohlarda fikringlarni qoldiringlar. Kimda sotiladigan uy joy bor, izohda yozing. Kim uy olmoqchi, qayerdan olmoqchi izohlarda yozinglar. Fikringlarni qoldirsanglar, bo'lishib, shu yerdan kerak bo'lsa mijozlarni bir-birimizga topishga yordam beramiz. Kanalga obuna bo'lasiz. Hasanboydan yer qidirib yurgan yaqinlarimizga bu videoni jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'ling.